Bugun biz Metal Mart kompaniyasi Xo'jaobod filialiga keldik. Mana shu usta akalarning mehnatini qadrlash uchun o'z sovg'alarini topshiramiz. Aka, o'zingizni tanishtirsangiz. Men Ziyoddin ismim. Shu Metal Mart bilan 2 yildan beri hamkorlik qilamiz. Suvarchi ustaman. Shu suvarkadan, temirdan so'kishik, baryer, narsalar qilamiz. Ozgina mehnatimiz qadrlagani uchun shu Metal Martga rahmat. Hamkorligimiz bardavom bo'lsin. Ismim Ilyosbek. Metal Mart bilan 1 yildan beri hamkorlik qilamiz. Hamkorlik qilishimiz boisi sifatli materiallar, xushmuomalalik, o'z vaqtida yetkazib berishlikligi, stenkasida aldov yo'qligi, shu taraflar qulay tushayotgani uchun hamkorlik davom ettiryapmiz. Umid qilamiz hamkorligimiz bardavom bo'ladi. Ozgina mehnatimizni e'tibordan chetda qoldirmaganligi uchun Metal Martga kattakon rahmat. Assalomu alaykum. Men Ergashev Boburjon, Metal Servis jamoasining ish boshqaruvchisi bo'laman. Shu Metal Mart bilan ancha vaqtdan beri hamkorlik qilib kelamiz. Aynan gul sohasi bilan shu Metal Martni jamiki ish xodimlariga, rahbarlariga hammasiga rahmat. Ozgina mehnatimizni qadrlab, bizni shu sovg'alar bilan taqdirlayapti. Xudo xolasa kelgusida Damas'ga harakat inshaalloh. Yil oxirida Damas'ga olamiz. Metal Martga rahmat. Metal Mart sifatni qadrlaydiganlar uchun.